Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalalarni gaplashaman. 2026 yilda pensiyalar nega ayrim odamlarda kamayib ko'rindi? Kimlarning to'lovlari bloklanishi mumkin? Pensiya jamg'armasi bunday holatlarda nimani nazarda tutadi va oddiy fuqaro o'z pulini yo'qotib qo'ymaslik uchun hozirdan nima qilish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, chet elga ishlashga ketganlarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi olayotganlarga va ijtimoiy nafaqa oluvchilarga ham tegishli. Men bu mavzuni oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Chunki ko'pchilik pensiya kamaydi, karta bloklandi, to'lov to'xtadi, qoidabuzar deb chiqib qoldim degan gaplarni eshitib vahimaga tushyapti. Eng avvalo kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotlar o'z vaqtida eshitilsa, odam bir oylik yoki bir necha oylik to'lovdan ayrilib qolmaydi. Avval qanday edi? Ilgari ko'pchilik pensionerlar pensiyani olardi. Bank kartasiga tushardi yoki naqd shaklda yetkazib berilardi. Biror o'zgarish bo'lsa ham odamlar ko'pincha keyinroq xabar topardi. Masalan, yashash joyi o'zgargan, nogironlik muddati tugagan, o'quvchisini yo'qotgan bola 12 yoshga to'lgan, talabalik ma'lumotnomasi vaqtida topshirilmagan yoki fuqaro chet elda uzoq muddat bo'lgan. Bunday holatlar ba'zan oylar davomida aniqlanmay qolardi. Keyin esa ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqardi. Endi nima o'zgardi? Hozir tizimlar ko'p elektron ma'lumotlar asosida solishtirilmoqda. Ya'ni pensiya jamg'armasi, soliq organlari, bandlik tizimi, banklar FDGO, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, migratsiya va boshqa bazalardagi ma'lumotlar bir-biri bilan taqqoslanadi. Shuning uchun ayrim fuqarolarda to'lov avtomatik to'xtashi, vaqtincha bloklanishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Bu hammaning pensiyasi kamaydi degani emas. Bu asosan ma'lumotida nomuvofiqlik bor, hujjati yangilanmagan, huquqi tugagan yoki noto'g'ri ma'lumot bergan fuqarolarga taalluqli. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Pensiya kamayishi ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchisi qonuniy qayta hisob-kitob natijasida kamayish. Ikkinchisi texnik yoki hujjatdagi xato sabab vaqtincha noto'g'ri ko'rinish. Birinchi holatda sababni tushunish va huquqiy asosini ko'rish kerak. Ikkinchi holatda esa hujjatni to'g'rilab, ariza berib to'lovni tiklatish mumkin. Eng avvalo, odatiy yoshga doir pensiya olayotgan barcha hujjatlari joyida, yashash joyi aniq, bank kartasi faol, shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan odamlar ortiqcha vahimaga tushmasin. Agar siz har oy pensiyangizni olib yurgan bo'lsangiz, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, sizdan hech kim qoidabuzar yasamaydi. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki bitta raqamdagi xato ham tizimda muammo chiqarishi mumkin. Kimlar albatta ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Chunki ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz bo'ladi. Ayrimlari esa ma'lum muddatga belgilanadi. Masalan, fuqaro ikki guruh nogironlik bo'yicha oyiga 1.200 ming so'm olayotgan bo'lsin. Uning tibbiy ko'rik muddati 2026 yil 15 martda tugaydi dedi. Agar u qayta ko'rikdan o'tmasa, tizimda huquq muddati tugagan deb ko'rinadi. Natijada aprel oyidan to'lov to'xtashi mumkin. Bu yerda odam pensiyamni kesib tashlash deb o'ylaydi. Aslida sabab muddati tugagan hujjat bo'ladi. Qayta ko'rikdan o'tib, qaror yangilansa, ayrim holatlarda to'lov tiklanadi. Ikkinchi guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Masalan, ota vafot etgan, ona ikki farzandiga o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olyapti. Katta farzand 12 yoshga to'ldi. Agar u kollej, texnikum yoki oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lumotnoma topshirish kerak. Agar ma'lumotnoma topshirilmasa, tizim uni voyaga yetgan va pensiya olish huquqi tugagan deb hisoblaydi. Natijada oilaga tushadigan summa kamayadi. Masalan, oldin ikki farzand uchun jami 1.600 ming so'm tushgan bo'lsa, bitta farzand huquqi tasdiqlanmagani sabab 800 ming so'mga tushib qolishi mumkin. Bu ham hamma pensiya kamaydi degani emas, balki hujjat tasdiqlanmagan uchun kamayishdir. Uchinchi guruh chet elga uzoq muddatga ketganlar. Bu masala juda nozik. Ko'p oilalarda pensioner ota yoki O'zbekistonda ro'yxatda turadi. Lekin farzandlari yo'liga chet elga ketgan bo'ladi. Ba'zi hollarda pensiya kartasini boshqa odam ishlatadi. Agar tizim fuqaroning uzoq muddat mamlakat tashqarisida ekanini aniqlasa yoki shaxsning tirikligi, yashash holati. Vakolatnoma masalasida shubha tug'ilsa, to'lov tekshiruvga tushishi mumkin. Men buni noto'g'ri tushunmaslikni so'rayman. Chet elga chiqishning o'zi avtomatik ravishda pensiyadan mahrum qiladi degani emas. Lekin shaxsning huquqi
Bank kartasidan kim foydalanayotgani, ishonchnoma bor yo'qligi va rasmiy tartibga rioya qilingani muhim. 4-guruh ishlayotgan pensionerlar yoki daromadi bo'yicha ayrim ijtimoiy nafaqa olayotganlar. Yoshga doir pensiya bilan ishlash masalasi alohida tartibga ega, lekin kam ta'minlanganlik, bolalar nafaqasi, moddiy yordam kabi to'lovlarda oilaning daromadi juda muhim. Masalan, bir oila oyga 800 so'm bolalar nafaqasi oladi. Lekin oilada bir kishi rasmiy ishga kirib 3 million 5 ming so'm maosh ola boshlagan bo'lsa, bu ma'lumot tizimiga tushadi. Keyingi tekshiruvda nafaqa to'xtashi mumkin. Bu davlat pulni blokladi degani emas, balki to'lov mezonlariga moslik qayta baholandi degani. 5-guruh bir vaqtning o'zida ikki joydan to'lov olayotgan yoki ortiqcha to'lov yuzaga kelgan fuqarolar. Masalan, fuqaro yashash joyini o'zgartirgan, lekin eski tuman bo'limida ham ma'lumot yopilmagan, yangi joyda ham to'lov rasmiylashtirilgan, yoki vafot etgan pensionerning kartasidan yaqinlari yana bir necha oy pul yechgan. Bunday holatlar aniqlansa, to'lov bloklanishi bilan birga ortiqcha olingan mablag'ni qaytarish talabi ham qo'yilishi mumkin. Bu eng jiddiy holatlardan biri. Chunki bu faqat ma'muriy xato emas, ayrim vaziyatlarda huquqiy javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. Birinchi misol, mahallada yashovchi 6-7 yoshli opa har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. 2026 yil yanvar oyida kartasiga 1 million 600 ming so'm tushdi. Opa pensiyalar kamayibdi deb o'yladi. Tekshirilsa, oldingi oyda unga qo'shimcha kompensatsiya yoki ustama vaqtinchalik berilgan. Keyingi oyda esa oddiy summa tushgan. Demak, asosiy pensiya kamaymagan, oldingi oyda qo'shimcha bor bo'lgan. Shuning uchun har doim bir oylik tushumni emas, pensiya tayinlash varaqasi va hisob-kitob asosini ko'rish kerak. Ikkinchi misol, 19 yoshli bola otasidan boquvchini yo'qotganlik pensiyasi olardi. U universitetga kirdi. Lekin o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnomani vaqtida topshirmadi. Oilaga tushadigan pul 900 ming so'mga kamaydi. Ona pensiyani kesishdi dedi. Aslida hujjat yo'q. Ma'lumotnoma topshirilgach, qonunda belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqiladi. Lekin har doim ham avtomatik ravishda o'tgan oylarning hammasi to'lab beriladi deb o'ylamaslik kerak. Muddatlar va ariza sanasi muhim. 3-misol. Nogironligi bor fuqaro il guruh bo'yicha 700 ming so'm oladi. Uning guruh muddasiz emas 1 yilga berilgan. Qayta tibbiy ko'rikdan o'tib ketgan. To'lov bloklandi. Bu holatda odam avvalo tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga murojaat qiladi. Qaror yangilanadi, keyin pensiya jamg'armasiga ma'lumot tushadi yoki fuqaro o'zi ham hujjat bilan boradi. Agar kechikish fuqaroning o'z aybi bilan bo'lsa, to'lovni tiklash tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Agar kechikish tizim yoki tibbiy tashkilotdagi sabab bilan bo'lsa, buni alohida ko'rsatish kerak. 4-misol. Pensioner boboning kartasi o'g'lida turadi. Bobo chet elda davolanmoqda. O'g'li har oy kartadan pul yechib ishlatadi. Lekin ishonchnoma rasmiylashtirilmagan. Bank yoki jamg'arma tomonidan shubhali operatsiya aniqlansa, karta bo'yicha cheklov qo'yilishi mumkin. Bu yerda eng to'g'ri yo'l ishonchnoma rasmiylashtirish. Pensionerning holatini tasdiqlash, bank va jamg'arma oldida hammasini ochiq qilish. O'zimizniki-ku degan gap rasmiy tizimda o'tmaydi. Birinchi muhim noziklik. Bloklandi degani har doim butunlay olib qo'yildi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha ushlab turiladi. Sabab aniqlansa, hujjat to'g'rilansa, shaxs tasdiqlansa, to'lov qayta ochilishi mumkin. Lekin siz kutib o'tirsangiz, muammo o'z-o'zidan hal bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa pensiya sizning asosiy daromadingiz bo'lsa, bir kun ham kechiktirmaslik kerak. Ikkinchi noziklik. Bank kartasi bloklanishi bilan pensiya huquqi bloklanishi bir xil narsa emas. Ba'zan karta muddati tugaydi, PIN kod xato kiritiladi. Bank shubhali operatsiyani ko'radi yoki karta egasi bo'yicha identifikatsiya talab qilinadi. Bunda pensiya jamg'armasi pensiyani bekor qilmagan bo'lishi mumkin. Faqat bank orqali pul olish cheklangan bo'ladi. Shuning uchun muammoni aniqlashda birinchi savol, pul umuman hisoblanganmi yoki hisoblangan? Lekin kartadan yechilmayaptimi? 3-noziklik. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, eski ma'lumotlar ayrim tizimlarda qolib ketishi mumkin. Masalan, familiya o'zgargan, JSH raqami noto'g'ri kiritilgan. Tug'ilgan sana bir joyda boshqacha yozilgan. Bitta harf yoki bitta raqam xato bo'lsa ham tizim nomuvofiqlik deb chiqaradi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamning huquqi bor, lekin ma'lumot xatosi sabab o'ylab sarson bo'ladi. 4-noziklik.
vafot etgan shaxs nomiga tushgan pensiyani yechish juda xavfli. Ayrimlar oy oxirigacha tushib qoldi. Baribir o'zimizniki deb o'ylaydi. Yo'q, vafot sanasidan keyingi to'lovlar alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Agar ortiqcha to'lov bo'lsa, uni qaytarish talab qilinadi. Meros, dafn puli, oxirgi oy to'lovi kabi masalalar qonuniy yo'l bilan hal qilinadi. Kartadan yashirincha pul yetish keyinchalik katta muammoga aylanishi mumkin. 5-noziklik. Kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan nafaqalarda uy xo'jaligining real daromadi, mol-mulki, avtomobili, rasmiy ish haqi, aliment tadbirkorlik daromadi kabi ko'rsatkichlar hisobga olinishi mumkin. Ba'zi oilalar men ishga kirdim, lekin nafaqam qolaversin deb o'ylaydi. Tizim buni ko'rsa, nafaqa to'xtaydi. Agar ortiqcha davr uchun to'lov olingan bo'lsa, qaytarish masalasi chiqishi ham mumkin. 6-noziklik ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, boshqa odam pensioner nomidan pul olishda muammoga duch keladi. Masalan, ona yotib qolgan, qizi har oy pul olib turadi. 1 yil oldin berilgan ishonchnoma muddati tugagan, bank pul bermayapti. Qizi to'lov bloklandi deydi. Aslida hujjat muddati tugagan. Yangi ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjati kerak bo'ladi. 7-noziklik pensiya miqdori kamaygandek ko'rinishi ba'zan qarzdorlik ushlanmasi bilan bog'liq bo'ladi. Aliment, kredit, sud qarori, kommunal qarz yoki boshqa ijro hujjatlari bo'yicha pensiyadan ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Fuqaro kartaga kam pul tushganini ko'rib, pensiyam pasaydi deydi. Aslida pensiya hisoblangan, lekin ma'lum foiz ijro hujjati asosida ushlangan bo'ladi. Bunda pensiya jamg'armasi emas, majburiy ijro byurosi yoki sud hujjati sabab bo'lishi mumkin. Men sizga aniq tartibni aytaman. 1-qadam. Tushgan pulni oldingi oylar bilan solishtiring. Faqat kartaga kelgan SMSga qarab xulosa chiqarmang. Bank ilovasidan yoki bankdan ko'chirma oling. Qaysi sanada qancha tushgan, qaysi sanada qancha yechilgan, ushlanma bormi, komissiya bormi? Hammasini ko'ring. 2-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Menga nima uchun kam tushdi deb og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada quyidagilarni yozing. Familiya, ism, otasining ismi, JSHIR, pasport yoki ID karta ma'lumoti, telefon raqam, pensiya turi, oxirgi to'lov sanasi, muammo mazmuni. Masalan, 2026 yil fevral oyida pensiya to'lovim odatdagidan kam miqdorda tushdi. Qayta hisob-kitob sababi va ushlanmalar haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Sizga odatda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki tayinlashga oid hujjat, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza qarori, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'lim guvohnomasi va qarindoshlik hujjatlari, talaba bo'lsa, kunduzgi ta'lim ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar ishonchli vakil borayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma ham kerak. 4-qadam. Agar karta bilan bog'liq muammo bo'lsa, bankka boring. Bankdan karta faolmi? Muddati tugamaganmi? Hisob raqam yopilmaganmi? Blok sababi. Ijro hujjati bo'yicha ushlanma bormi? Shuni yozma yoki kamida rasmiy ko'rinishda aniqlang. Ko'p holatda odam jamg'armaga boradi, jamg'arma pul o'tkazilgan deydi. Keyin bankda karta blok bo'lgani chiqadi. Demak, ikkala tomonni ham tekshirish kerak. 5-qadam. Agar nogironlik yoki tibbiy hujjat muddati tugagan bo'lsa, darhol poliklinika va tibbiy ijtimoiy ekspertiza masalasini hal qiling. Keyingi oy boraman deb yurish eng katta xato. Chunki har bir kechikkan oy to'lov masalasiga ta'sir qilishi mumkin. Tibbiy ko'rikka yoziling, yo'llanma oling, eski xulosalarni, davolanish tarixini, shifokor yozuvlarini to'plang. 6-qadam. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand 12 yoshga to'lgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnomani oldindan oling. Ma'lumotnomada talabaning FIH, ta'lim shakli aynan kunduzgi ekani, kursi, o'qish muddati, buyruq raqami ko'rsatilgani yaxshi. Agar sirtqi yoki kechki ta'lim bo'lsa, huquq boshqacha bo'lishi mumkin. Shuni albatta aniqlang. 7-qadam. Chet elda bo'lgan pensionerlar rasmiy tartibni buzmasin. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz va ota-onangiz nomidan karta ishlatayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma masalasini hal qiling. Agar pensioner uzoq muddat chet elda yashayotgan bo'lsa, u pensiya olish tartibi bo'yicha jamg'armadan oldindan maslahat olsin. Keyin blok bo'lganda yugurgandan ko'ra oldindan tartibga solish ancha oson. 8-qadam. Agar sizga ortiqcha to'lovni qaytaring degan talab kelsa, darhol hujjatlarni ko'ring. Qaysi oylar uchun qancha summa, qaysi asos bilan, kimning qarori bilan. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering.
men ro'za emasman deyishning o'zi yetmaydi. E'tiroz dalil bo'lishi kerak ma'lumotnoma. Qaror, bank ko'chirmasi shaxsiy holatni tasdiqlovchi hujjat. Zarur bo'lsa yuristga murojaat qiling. 9-qadam, telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonmang. Pensiyangiz bloklandi, kartangizni ochib beramiz. Kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech kimga SMS kod, karta raqami, PIN kod, bank ilovasi parolini bermang. Pensiya masalasi rasmiy bo'lim, rasmiy portal, bank filiali yoki ishonch telefoni orqali hal qilinadi. 10-qadam, har oylada bitta odam pensionerning to'lovlarini kuzatib borsin. Ayniqsa, keksa ota-onalar telefon SMS'ni tushunmasligi mumkin. Farzandlari ularga yordam bersin, lekin karta pulini o'zlashtirish uchun emas. Huquqini himoya qilish uchun. Agar kam tutsa